Assalomu alaykum. Men Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining 1-kurs talabasiman. Bugungi mavzuyimiz ijtimoiy-pedagogik faoliyat turlarining ahamiyati. Rejalarimiz: ijtimoiy-pedagogik faoliyat tushunchasi, mazmuni, ijtimoiy-pedagogik faoliyat turlari, faoliyat turlarining bolalar va yoshlar rivojlanishdagi ahamiyati, ijtimoiy muammolarni bartaraf etishda ijtimoiy pedagogikaning o'rni, ijtimoiy pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari. Keyingi mavzuyimiz ijtimoiy pedagogik faoliyat bu shaxsning jamiyatga moslashuvi, ijtimoiy muammolarni hal etish, rivojlanish va himoyalanishi uchun pedagog, psixolog hamda ijtimoiy yordam ko'rsatishga qaratilgan amaliy faoliyatdir. Boshqacha aytganda, ijtimoiy pedagog bola, o'smir, yoshlar va oilalarning turli ijtimoiy muammolarini aniqlab, ularga tarbiyaviy, ma'naviy, psixologik va ijtimoiy jihatdan ko'mak beradigan mutaxassisdir. Tarbiyaviy faoliyat bolalarning axloqiy, ma'naviy, intellektual rivojlanishiga ko'maklashish, oiladagi tarbiyani qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy muammo moslashuvga yordam, bolalar, o'smirlar va kattalarning jamiyat qoidalariga moslashishiga yo'naltirish, muammoli vaziyatlarda maslahat va amaliy yordam ko'rsatish, ijtimoiy himoya va qo'llab-quvvatlash, yetim bolalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlanganlar, muammoli oilalar bilan ishlash, ularni zarur resurslar bilan bog'lash, ta'lim, tibbiyot, psixologik xizmat va boshqalar. Profilaktik ishlar: divan xulq-atvorining oldini olish, salbiy ta'sirlardan himoya qilish, zo'ravonlik, giyohvandlik, jinoyatchilik va boshqalar. Jamiyatdagi ijtimoiy muammolar haqida tushunchalar berish, ota-onalar, pedagoglar, o'quvchilar bilan turli seminar va suhbatlar o'tkazish. Tahlil va diagnostik faoliyat. O'quvchilar yoki oilalarning ijtimoiy holatini o'rganish, muammoni aniqlab, tegishli choralar ishlab chiqish. Tahlil: jarayon, hodisa yoki faoliyatni tarkibiy qismlarga ajratib o'rganish. Diagnostika: mavjud holatni aniqlash, baholash va muammolarni belgilash jarayoni. Pedagogik diagnostika: o'quvchilar bilim, ko'rik va kompetensiya aniqlash tizimi. O'quv jarayoni samaradorligini baholash, kamchiliklarni aniqlash, takomillashtirish bo'yicha qaror qabul qilish. Tahlil: jarayon, hodisalarni diagnostika. O'quvchilar ijtimoiy pedagogik faoliyat shaxsning jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishini ta'minlashga qaratilgan kompleks pedagogik jarayondir. Uning markazida inson, uning muammo ijtimoiy pedagogik faoliyat turadi.